Yani şunun için bo'lsa kerak, shu insonlarningki hatto biz islomning ichida shu mengayotgan men dindarman, dinim Allohning buyruqlariga bo'ysunaman deb mengayotgan insonlarimizning ichidagi oila bo'lsin, shu ilm berim masalalarida bo'lsin, shunda ko'rilayotgan jamiyatdagi masalalarni tilga olib o'tdilar. İnsonning bu qadar dinimizni yaxshi tushunmaganligidan ben namazımni o'qisam, ro'zamni tutsam, ibodatlarimni yaxshi qilsam, qolgan sirtdagi xuddi bu din shu jamiga kirgan vaqtida yoki shu Ramazon kelgan vaqtida buldigandek, sirtga chiqqan vaqtida oilasida bu elish berishmiş, savdo tijorat boshqalarni qo'yish. Bu narsaga diqqat qilmaslik amaliyotda aslida bu insonning Alloh farz qilgan bu amallarning qabul bo'lishi Alloh dargohida u insonning sirtdagi barliq muomala hayotidagi shu barliq ishlari to'g'ri bo'lmasa, uningki müşahede secde qilib Allohga qilgani, hajga borgani, hamma narsaniki qabul qilinmaydiganligini bilmaganligidan men ani qilib turib uning keyin hammani qilaman. Qilsam yana ajaymas chiqib bir duo qilsam shunga hamma narsa tugaydi deb ashunda ham o'ylab qo'yganligidan bu ishlar yuz bergan bo'lsa kerak ekan. Haqiqatan nurg'un masalalarni aytib tushunishga yetib berdi, Alloh razı olsun. Hamda shu zulmning inson qalbiga ko'rsatadigan shu qalbiga ham iymoniga ko'rsatadigan ta'sir haqida qisqa bir so'zdan bo'ladi. Hamda zulm inson jamiyatiga bayam deb ketib biri berketni yo'qotadi. Ikkinchi biri adovatni paydo qiladi. Xo'sh. Endi bizning hozir shundoq yaxshi qarindoshlarimizni o'zaro bir-biriga adovatlashib ketib qoldi. Nimishki desa, bir yerda zolim mazlum o'tirib bir zulm bo'lganlikdan bu insonlarning o'tirisiga ziddiyatni, o'zaro dushmanlikni, adovatni paydo qilib etdi. Kelsa, zolimning iymonini ojizlashtirsa, mazlumning iymonini texinbekrak dilg'ulga kelib qo'ydigan ahvollar qoladi. Mazlum bo'lganlarning chunki endi bu nima insonlar nimasi bilan o'xshashmaydi endi bu biz hozir mana qarindishining qarindishi qilgan zulm dedik ya. Endi unda bo'lgandan keyin o'zining bir musulmon qarindishidan bir musulmon zulm uchirsa, inson ishkilinib qoladi. Bir musulmon qarindishi men qanday qilyapti-da, zulm qilyapti-da, bu qanday bo'lib ketib qoldi deb o'zi sal dilg'ulab qolib qoladi. Endi bunda vaqtda, endi buni deyishimizning sababi, endi bunda vaqtda shu iymonimizni mukammallashtirish uchun Alloh subhanahu va taolaning ta'limotlari bor. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo mana shundaq zulmga uchragan kishilarga sabrni tavsiya qiladi. Endi sabr desa, menda bir xato tushunchilab qoldi-ki. Biz shu zulmga sabr qiling deb bizni ma'qul davramdoq deydigan bir tushunchilab qoldi-ki. Bu yerdagi sabr sen zulm qilsam sen ma'qul deb shu nega edi shu yerga mang pulingni ilib olsa ma'qul deb ju vataningni ilib olsa ma'qul deb shu degan gap emas. Bu yerda shu zulmga nihoyat to'g'ri qanday qilish, pozitsiya muomilda bo'lish. Agar kuching yetsa, darhol qarshi turib şu zulmni qanday qilib to'xtat. Şuna Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sen zulmni ko'rsang, sen qirin zolim bo'lgan, mazlum bo'lgan qarinishiga qanday qil? Yordam qil. Sahabalar so'ragan, o mazlum bu to'g'ri, haqsizlikka uchragandan keyin qanday qilamiz? Uning zulm yordam qilamiz. Bu zolim qanday yordam qilamiz? Shuning zulm qilishini shuni qanday qilib to'sab qo'yganligining o'zi uning qanday qilganligini bo'ldi. Yordam qilganligini bo'ldi degan. Endi bu temada qo'shimcha qilib kirdi. Masalan, sabr qilish deganligi bazı vaqtida bazı ishlarga darhol menga zulm qildi deb sakrab chiqib muomala qilish cho'ng oqibatlarni kelib qo'ydi. Masalan, menga zulm qildi deb uningga ko'tarib pichoqni chiqib jidal qilish yoki jidalni cho'ngaytib o'tish, yo'g'antib o'tish, ijtimoiy bekrak nimani keladi? Cho'ng narsalarni keladi. Bazı vaqtida sen qilgan zulmni obdan analiz qilib, buning foydasini o'lchab turib, to'g'ri muomala qilib şu zulmdan qutulish, şu zulmni yo'q qilish uchun qanday qilgan, harakat qilgan degan ma'noda tushunamiz. Ba'zi olimlar deydi-ki, agar sen kuching yetmaydigan holatda bir zulmga uchragan bo'lsang, sabr qilib turgan, shuningdan qutulish uchun harakat qilish bilan birga Allohning sana nusrat berishini qanday qilgan, kutgan deb mutarif qiladi.
Şoňa bu ýerde bayam digenimiz bäzi aşındak zulümde sel ikkilenip bu kanda olap ketdiği wagtymyzda biz Allah tarapy kanda kılışymyz gerek, yüzlenişimiz gerek. Allah mana muyda ahvallar bolawaty sen bizning yardımçımız bolgan, maňa moşu zulümniň üstüne galip gelişke maň kuş kuvvet ata kılgyn dep özümüz hereket kılgan wagtymyzda andan bu zulüm Allah'ның yardımı bilen bizning hareketimizden qaysı zulüm bolsa bundan kutulgy bolady. Endi moşundak zulüm kıp kılışdan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem davamlıq başkalarga zulüm kıp kılışdan dua kılışını bizge öğretken. Biz her vakit bende bulu süptümüz bilen biz Allah'ның yardımsız bir işini netice çıkaramayız. Allah bizge yardım kılmasa biz hiç kandak bir kuş koyulatda emas. Şoňa her vakit Hodi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öğretkendek sahabeler davamlıq özüge kılgandek ya Allah meni öz nefsimge zulüm kıp kılışdan başkalarga bilip bilmeýän zulüm kıp kılışdan zalim süpütege kirip kılışdan meni saklap kalgyn dep Allah'ның yardımyny her vakit dilemekligimiz lazım. Hoş. Allah razı olsun damlam.